لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من ورثة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء الراسخين العاملين بالعلم يا رب العالمين. Endi biz Bakara suresiniki bugün 19. ayetiga keldik. Bakara suresining 19. ayetiga keldik. Endi bu oyatlarda bunundan burun biz nima qildik? Bunundan burun oyatlarda hozirmi shu ilgili munofiqlar haqida tushgan shu 14 13 oyatniki jarayonda turyapmiz. Va endi bundan bu ilgili oyatda Alloh taolo bizga tashbih munofiqlarniki sifatining bir o't qoligan kechida tumtalik zulmat kechida o't qoligan undagini o't atrofi jahonni yuritib o't sinib o'tdan foydalanib turishiga to'satdan Alloh taolo ularning qolgan bu o'tini o'chirib o'tgan. Undan keyin bo'lamaydi tumtalik yana ishimini ko'rolmaydigan qorong'uda qolgan bir odamlarniki sifatiga o'xshaydi bularning sifati. Bularning ahvoli shularning ahvoliga o'xshaydi. Xuddi shuningdek munofiqlarmi bir jinni saqlab qolish, asr shubhasini o'zini saqlab qolish jihatdan ya'ni dunyolik foydani deb ular iymon etdi. Iymon etib shunda foydalanib turishiga ularning ajali kelib o'ldi. O'lgandan keyin bularning aytgan iymoni asqatmadi. Shundan bular qabrning qorong'uligi, oxiratning qorong'uligi, azobning qorong'uligida bunda zulmatda qoldi deb bunda bir misolni bayon qilib bergan edi. Endi ovozni eshitib qo'yaman. Aytib qo'ymay. Undan keyin endi mana bugungi oyat bo'lsa ikkinchi munofiqlarni Alloh taolo texmi aniqlab bilish uchun biz munofiqlarniki sifatini texmi aniqlab o'qitib bilish uchun deydi-ki Alloh subhanahu va taolo taqaddas ikkinchi tashbih, yani ikkinchi o'qitishni keltirib Ev kasayyibin minas sama. Yoki ularniki sifati ya unga o'xshaydi ya bunga o'xshaydi. Yoki bu yerki ya unga o'xshaydi bunga o'xshaydi deganimda bu tanvi' uchun bu yerki ev. Ya'ni bu ikki xil, ya'ni munofiqlar sifati unga o'xshaydi, bunga o'xshaydi demakchi. Tubidiga o'xshaydi va bunga o'xshaydi demakchi. Ev masaluhum kasayyibin. Yoki ularning masaluhum degan xuddi ustidagi degani ularning sifati. Yoki ularning sifati kasayyibin degan bir qattiq yomg'irga o'xshaydi. Ya'ni ay ka ashabi matarin. Ya'ni qattiq yomg'irda qolgan odamlarning misoliga o'xshaydi. Qattiq yomg'irda qolgan odamlarning sifatiga o'xshaydi. Endi bu yer demakchi o'g'li ashabi matar, ya'ni kasayyib degan gap qattiq yomg'ir degan gap. Sayyib matar degan normal yomg'ir emas, qattiq yomg'ir. Sharqqa yoqqan yomg'ir degan gap. Endi bu yerda hazf bor deydi, hazf. Qur'on-i Karimda bunda uzun keltirish, normal keltirish va qisqa keltirish deb 3 qoida bor. Qisqa keltirish deb. Ondan ba'zi chaqda yana nima deb uzun bo'lib ketmaslik uchun qisqa hazf qilib keltirgan gap hazf. Ya'ni bu yerdagi kasayyib degan ashabi sayyib, ki ashabi sayyib, ya'ni yomg'irda qolgan odamning misoli o'xshaydi. Chunki tubstama o't qolgan odamga o'xshatdim, ma'lum hamda bu munofiqning misoli yana bir tarafdan qarashsa nimaga bir yomg'irda qolgan odamga, qattiq yomg'irda qolgan odamning ahvoliga o'xshaydi buning ahvoli. Deb bo'lib, undan va asluhu amdi
sayyibun deganning asli yani o'qitigan sarf ilmiga yenikada sarf ilmiga. Ve asluhu sayyibun deganning asli nima? Sayubun deydi. Sayubun. Fa'ulun vezülen. Sayubun. Yani bu sabe yasubu'dan çıkan. Sabe yasubu degan yani nazala yanzilu. Yani qattiq tushdi. Chaqirab tushdi degan ma'noda. Sabe yasubu'dan tükeldi. Tükeldi. Qattiq ustidan yani shiddat bilan tushdi degan ma'noda. Sabe yasubu degan. Endi bu sayubun degan sifa mushabbaha. Anda olganda sayubunning asli nima? Sayubun nima bo'lib sayyibun bo'lib qoldi desa, endi sarf qoidasini deydi, morfologiya qoidasi. Ya'ni bu yerda yo bilan vo bir kalimada bir yerda jam kelib qoldi. Yo bilan vo bir kalimada bir yerda jam kelib qoldi. Biz yo bilan voni bir-biriga kirgizib idg'om qilish uchun, yengillatish uchun birinchi yoning harakatini ilib tashlab, ikkinchi voni yo'ga o'tkazib va ikkinchi yo'ga zir harakat munosibda bunga zir harakat berdik. Nima bo'ldi? Sayyibun bo'ldi. Sayyibun bo'ldi. Birinchi yani ikinci yani idam kılıvattık şunu sayyibun bo'ldi endi. Dedik mana bu şunu olan qana Rasululloh qaram tafsirdim chiqamdikan morfologiya sarf Rasululloh qaram. Ustaz, ayva. Tafsirimi chiqdi yani morfologiya sarf davomli lazım bo'ldi demga. Tushundingmi? Tamam. Minas sama ev kasayyibin minas sama degan yani yoki o yani bu mulaffaniki sifati şu qattiq sharqab yaqqan yomg'irda qolgan yani qattiq nereden chaqirib yaqqan yani minas sama degani osmonda degan yani sahab yani bulutdan deyapti. Bulutdan chaqirib yaqqan yomg'irda qolgan misol o'xshaydi deyapti. Endi nima qilib minas sama degan osmon degan gap. Osmonni nima qilib bulut deb tafsir qiladi desa, bu nima deb ataladi? Bu majaz mujavara. Majaz mujavara deb ataladi. Majaz mujavara degan qanday majaz degan 20 xil majaz bor. Nima? Shuning ichida majazning aloqalaridan majaz mujavara deb bir xil majaz bor. U bo'lsa, ya'ni bir narsaning qo'shnisini shunga yaqin bo'lgan bir narsani shuni bilan atash. Anladın? Yani bir samanın ma'nosi sama degan kullu martafa. Yani bizning tüpümüzde bo'lgan narsani bir nima deb ataladi o? Sama deb ataladi meni bildim. Uyning o'g'zisi osmon masalan. Shu bizning tüpümüzge bo'lgan bir osmon deb ataladi. Bir qoida var yana birisi majaz mujavara deb qoida bor. Yani bulut degan nerede? Osmonda. Nima? Bulut nerede? Osmonda. Yani osmon bilan qo'shni bulut. Andavalıq uchun bulut yomg'ir nerede yog'adi? Osmondan yog'amdi, bulutdan yog'amdi. Yağmur buluttan yağdı. Lakin bulut nerede? Osmonda. Asmanda. Sahab degandin sama desa taqibak fasohatli chiqadi. Tushunish bo'ldimi? Shunga yani bulutdan sharqirab yaqqan yomg'irda qolgan bir odamlarning holi o'xshaydi. Munofiqlarning holi. Davotida. Xo'sh, فيه أي سحاب أي سحاب ظلمات متكاتفة ورعد هو الملك متكاتفة طبعا ظلمات متكاتفة يعني فيه ظلمات يعني فيه ديكي ما هو هي ديكي ضمير يعود إلى وين يرجع يعني سحاب قايت الذات يعني فيه يعني بلطة ظلمات ديان نايت قيوق ظلمات لابا Quyuq, mutekatife degan quyuq degan gap yani. Quyuq nimalar bor? Zulmat, qorong'uliklar bor. Va ra'dun. ورعد هو الملك الموكل به وقيل صوته هو الملك موكل به وقيل صوته وبرق ورعد yani bu bulutta nima bor? Qorong'ulik bor, yani bu quyoq bulut ham demakchi u. Bulut yani quyoqlikning dardida qop-qora kechidagi bo'lib ketgan qor bulut. Yani demakchi. Va ra'dun degan guldirmama bor. Va ra'd degan guldirmama. Guldirmama degan dorong degan chaqirgan ovoz bor-ku. Shuni ismi ra'd deydi. Uyg'urcha guldirmama. Ammo bu yerda musannif rahimahulloh buni huval malakul muakkalu bihi. Yani
şu güldürmamıga muakkel perişte edevatıdır. Ra'at degen şu güldürmamıga muakkel periştiniki ismi ra'at edevatıdır. Vakile savtuhu degen vakile ve eğitilişice edevatıdır. Şu periştinin güldürmamıga muakkel periştinin avazı değilgenler ve değildi diyen gibi hem de aciz rivayet demekçi. Musannif'in göz karşıda. Yani bu güldürme, rahatını güldürmama diye yani aciz bir göz karşı. Lakin bu mübah demekçi. Hem de lakin hazır kama küçük tefsirlerde rahatının da bir tefsir güldürmama avazı. Demek Musannif deydi bu rahat diyen ya şu güldürmama muakkel perişte ya ki rahat diyen şu güldürmama şu avaz kas avaz şu güldürmamıga muakkel perişteden avazı devatıdır. Hoş. Ve berkun. وبرق لمعان صوته الذي Lema'anu يزجر savtihi lezi يزجر به yazcuruhu bihi. يزجره به Yani hem de ve berkun devatıdır. Yani bu ne de o bulutta kuyaklık badin hep yani ait kar bulut bu. Onun kendi bunun da güldürmamı var. Yani ya ki şu annemin periştinlik avazı var. Yanını var. Barık diyen çakmak. Barık diyen gep çakmak hem de. Şu güldürmama güldürülgende ne mi çakıdı o? Çakmak çakıdı çakmak. Hem de bu barık ne de tefsir kuvvetli. Lema'anu savtih. Yani şu periştinlik avazınınki çaklışı da vardır. Lema'an çaklışı. Çaklışı diyen yani o periştinin şu avaz bilen bulutni haydaydigan nimeniki avazının çaklışı ya ki verdiki savtihini yine bir kitaplarda savtihi de vardır. Kamça da be. Bazı saat bilen emez. Yine bir hatta savtihi yani periştindeki şu kamçısı bilen urup bulutlarını şu taras urup bulutlarını haydaydigan şu bulutlarını haydap uğra vaxtı çıkan ot çaknagan nur çakmak da atıdır. Şu güldürmamıga yoki yağmurga muakkel perişte şu kamçıları bilen bulutni urup haydaydigan yağmur yağdığını. Qarasıtıp tarasıtıp uğa vaxtıda şu avaz çıkıp şu güldürme avazı çıkıp yağmur nima yağdı diken. Andı şu uğa vaxtıda nur çaknap gitediken tümür gitekse tümür hadit gitekse belki ot çıkıdı ha. O da şunu day. Şu uğruluşundaki katlıqlıqıdın, zarbının katlıqlıqıdın ot çıktı diken, şu otun da batılı diken. Nima barq da batılı diken, barq yani çakmak. Hoş. يجعلون أي أصحاب الصيف Ashabu sayyibi asabi'ahum أصحاب الصيف أصابعهم أي anamilaha أناملها في آذانهم من أجل الصواعق شدة الصوت الرعد لئلا يسمعوها حذر حذر خوف الموت من سماعها خوف حذر خوف الموت من الموت سماعها من سماعها الموت من من سماعها من hoş. سماعها Yani yec'alûne ey ashabus sayyibi yani bu katlık yağmurda kalan adamlar asabi'ahum yani parmaklarını ey enamilaha yani parmaklarının uçunu fi azanihim onların kulaklarına tıkıvalı kulakları kılvalıdı diye yani kulaklarının içi tıkıvalıdı. Ne için ise min ecli savaiqi diyen bu çakmakның destidir. Şiddete ne için ise şiddete savti ra'd elqi güldürmamının avazının katlıqlığını destidir. Nemiş katıqvalı ise li alla yesma'uha o avazını anlamaslık için. Nemiş qad ise hazara ey khawfel mevt yani ülep qilishdan qo'rqab yani uni bu qattiq chaqmoq ovozini anglab ülep qilishdan qo'rqab barmoqlarining uchini quloqlarining ichiga tiqib oladi.
Endi mishada inchki bir nuqtada aytdi bizga asabi'ahum deganni anamil deb nima sharh qildi. Asabi' deganni anamil deb. Isba degan gap o'sha barmoqning uchidan tortib, o'sha barmoqning tuyigacha hammasini deb ataladi. Isba barmoq. Yani barmoqning tirnoq boyani tortib, o'sha qo'l egilgan tuyigacha o'sha masalan 10 santiliya masalan hammasini deb ataladi. Danag'ina isba danag'ina. Usbu yoki isba barmoq deb ataladi. Ammo anamil degancho faqatlab uchi. Tirnoqniki barmoqning uchi nima anamil. Unmula, unmula deb ataladi. Endi mishadagi majaz deb ataladi. Majazniki ya'ni itlaqul kul va iradatul juz' deb ataladi. Ya'ni butunni ishlatib pochini iroda qilish. Butunni so'zlab pochini iroda qilish. Ya'ni barmoqda butun barmoqni so'zlab pochini ya'ni barmoqning uchini iroda qilish. Chunki barmoq degan hammani quvvat qiladi misha. Bo'lmabdi. Bo'lmaydi. Barmoqning uchini tiqilib bo'ladi. Barmoqning uchini tiqilib bo'ladi. Endi nima uchun anda kaytu degani ya'ni barmoqni qattiq tiqqaningda aytdi quloqqa. Tasqanga hamma barmoqni quloqqa tiqib qildi. Nimishqa ovoz hödis kelmasin deb. Shuning uchun nimishqa anamilav deb ketmabdi deb sorsa, asabiyam degan gap ya'ni miyadagi bunning quloqlarini barmoqlarini tiqib olganning qattiq tiqqanligini ifodalab bermaydi, ha? Tushundingmi? Tushundim. Endi bu bir misol oldu. Bu misol ya'ni qanday misol? Ya'ni bir qattiq yomg'ir qolgan bir odamlar. Nima u yomg'ir nerdan yig'ibdi osmondan yani bulutda yog'gan. Bulut adasiz qop-qora bulut, ya'ni quyoqliqning nerda qavrulib ketgan. Qop-qora bulut, ya'ni bulut qop-qora bo'lsa yomg'ir degan qanday yog'di? Adasi qattiq yog'di, tushundingmi? Qattiq yog'di. Undan keyin u bulut qanam to'xtamagan. Bulut yomg'ir to'xtamadi. Güldürmama osmon göldirlep durdu. Güldürmama göldirlep durdu. Çakmakla val çakmakla çıkıp durdu. Yani katlı kokunuş hamdi. Yaman kokunuşluk ahval. Andın. Siz yağmur qanda qattiq çakmak çaksa qo'qamiz qo'ymamsizlar? Qattiq chaqanda? Yaxshi maşallah. Payg'ambar alayhisalom güldürlep çakmak çaqotsa payg'ambar alayhisalomning chiroyi unib ketadi. Bala kelib qolamdiki deb. Çünkü nimede Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var o. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إلا مساكنهم كذلك نجزل مجرمين يعني قوم المجرمين كذلك نجزل قوم المجرمين mana bu oyatda shu yomg'ir yoqqan va ammo bulut kelsa endi qor bulut kelsa ammo bulut yomg'ir yog'diganda xali yibdi shuning bilan bu yomg'ir yog'mayapti nima bo'ldi u ajoyib qattiq balo kelib shu bütün narsinin bu bulutta yağmur gelmey demek ki kar buran geldi. Rihun fiye kattı detlik azap öptüyen kar buran geldi. Şu an bu kar buran şu tutçuğan narsini hemini halak kılıp fakat bu yerdeki aşı kavminin hiçliğimiz kalmadı. Bu at kavminin yani Hud Aleyhisselam'ın kavmiydi bu. At kavminin hiçliğimiz kalmadı. Eşimiz şunda yuva adamda at kavmiydi yani. İgiz yuvan adamla amlak. Giganet adamlaydı. Hemen halak kılıp attı. Öy vaklığı nam kaldı. Yaşayan yerleri nam kaldı. Gayları. Tağını kesip, öy kesip olduk adamda öy batmaydı. Andan davat oldu. Yani Peygamber Aleyhisselam şu sebepten andan kar bulut kes tabir yağmur yağıp bomboğaça Peygamber Aleyhisselam yok gitti. Yağmur yağıp şamal çıkıp çakmak çak olsa Peygamber Aleyhisselam çırayı umup gitti. Yağmur yağsa koşulap köngüle işlep yağmur'a çıkıp kiyimlerini rıdası silip yağmur tutup gitti. Şundan mı? Peygamber Aleyhisselam ümmeti için mendegem yetti. Biz ma şunda bulaş gerek. Xiyal yüksek bulmaydı. Yağmur yağıp boğandan hatıcam olduk gibi. Hem de mağulu bir çöl bayavandaki adamın bir misal geldi Allah Teala. Bulayında çöl bayavandı kılıp aynı yağmur yağıp çakmak çakıp tuğan. Güldürüp tuğan. Bunda adamlar çakmak çakkandı güldürmem avazı kattılığının derdi de
quloqiga nima chamaklarni, barmoqlarning uchini quloqlariga uy tiqib olgan odam edi, anglamaydi deb. Mushunda bir odamga o'xshaydi u deyotdi. Munofiqlarniki holini. Endi biz tashbihni tunagan sizga tashbihni to'tki bo'lgan, tashbihning ruknini. Tashbih degan mushabbah. Mushabbah bu yerda munofiqlar shundami? Mushabbahun bi bo'lsa, ma u yamudi odamlar. Endi adat tashbih qolsa ka sayyibin degan harfal kaf adat tashbih. Shundami? Abdusamad. Endi nima qoldim yozmada? Qolgan narsa Abdusamad qaram vajuh shabah qoldi. Bu yerda chali qolgan vajuh shabah. Ya'ni munofiqlar bilan mushu yamud qolgan mushu odamniki o'xshashlik tarafi. Nima jihatda o'xshaydi degan vajuh shabah qoldi. Mushuni biz aql yurgizib, fikr yurgizib, mishadiki vajuh shabah, ya'ni o'xshashlik tarafini tepib chiqishimiz kerak. Tushundingmi? Endi musannif rahimahulloh bizga tafsir qilib, bizga yordam qilib deb beryapti. Ya'ni bu vajuh shabah. Yani bu o'xshatilgan taraf bilan o'xshagan tarafning o'rtasidagi o'xshashlik tarafi bo'lsa, deyotdi. Kazalika haula. Yani kazalika haula, yani mana bular. Yani bu munofiqlar xuddi mushlarga o'xshaydi. Qanday jihatda o'xshaydi? Desa, xo'sh, idza nazala كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه مشبه بالرعد والحجج بينة والحجج البينة المشابهة بالبرق المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوا يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم الموت إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم الموت وترك دينهم تقول بقوتب ونكين بتاسس وترك دينهم وهو عندهم الموت والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه yani davatı dikem de bizge okşaşlarım da bilip kezalike haula, yani bu münafıklar bu şu yamud adamlık okşaydı ahvali. Yani iza nazelel Kur'anu, yani Kur'an-ı Kerim nazil olsa, yani demek çok ne? Yani bu kesay asmandan qattiq yağmur nima okşagan ken bu yerda? Yani Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an-ı Kerim'in nazil bo'lganligi asmandan yaqqan qattiq yağmurga o'xshatilibdi. Yani asmandan yağan qattiq yağmurga, çünkü yağmur degende menfaat var ama yağmur degan ziminden ot hasla ünudu, nurgulgan faydası var ama xuddi shuningdek Kur'an-ı Kerim'nin menfaati ko'p. Yani asmanda yaqqan yağmurga nima o'xshatilgan? Kur'an-ı Kerim o'xshatilgan simbol qilingan. Birinchisi var bundan. Ve fihi zikrul kufri el müşebbehe biz zulümat. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de bu küfrünün zikri var. Xuddi zulmat, yani biz zulümat, yani karangu bulut dedik, qara bulut dedik o, yani quyuq qara bulut dedik o. Xuddi küfrününki zikri xuddi qara bulutga o'xshaydigan küfrünün zikri var. Qara bulutga o'xshaydigan küfrünün zikri var. Demek bir yerdeki kufur demek Kur'an-ı Kerim'deki zikir kılınan küfür demek o'xshatilgan qap-qara bulutga, yani bulutning qarliqiga o'xshatilgan. Vel va'idu alayhi el mushabbah bir ra'at, yani endi kafir bo'lganlarga va'id, kafir bo'lganlarga qilingan tahdid mi bor? El mushabbah bir xuddi guldirmamga ovoz o'xshash. Taras darang odamning yuragini qo'rqitib o'tadigan qo'rqinchli tahdidlar bor. Yani kafir bo'lganlarga davzaq azob bilan berilgan nimalar? Va'id, yani tahdidlar bor. Demak, guldirmam ovoziga nima o'xshatilgan? Nima kafirlarga, munofiqlar qilingan, kufr qilingan tahdid guldirmam ovoziga o'xshatilgan. Guldirmam ovoziga o'xshatilgan. Vel hujajul bayyinatu el mushabbahatu bil barqi. Yani
Hem de belki çakmak nima o'xshagan desa, yani şu bu küfrünün hatalığı, hak dininin, İslam dininin toğruluğu haqidagi acayip uçuk, roşen, hüccet, keskin delilla, davlila nimaga o'xshatilgan, barq, chaqmoqqa o'xshatilgan. Nurning yo'riqligida, kuchlikligida chaqmoqqa o'xshatilgan. Ya'ni bunda o'xshatilganma yasudduna azanahum. Hamda ularniki shu chaqmoqdan qo'rqib, chaqmoqning ovozidan, guldirmamning ovozidan yuragi yerilib, ulab qolishdan qo'rqib quloqlariga qo'lni tiqvog'ini nimaga o'xshatilgan, tiqvog'iniga nima o'xshatildi? Ya'ni bu kofirlarning Qur'oni Karimni anglab, Qur'oni Karimni anglab, qalbi iymonga moyillab qilishdan, ularning dinini tark etib selishdan, tark etib selishdan qo'rqib, quloqlarini mundag'inam Qur'oni Karimni anglamaslik uchun quloqlarini qo'lga tiqib olganligiga o'xshatilgan. Chunki bularniki iymon musulmon bo'lib, dinini tark etishi buniki ko'z qarashida, bu kofirning ko'z qarashida ulan bilan teng, ulan bilan barobar, o'lganga barobar. Meni musulmon bo'ldimi, dinni almashdimi, o'ldi deb tushunadi ular. Mushunda teng barobar. Bunda o'xshatib tushunolma o'xshatishni. Tushunolma. Ya'ni yamg'u Qur'oni Karim. Yamg'u Qur'oni Karimga o'xshatildi bu yerda. Yamg'u qolgan odamlar shu munofiqlar. Uni kenidan ular nima ish qiladi? Osmondan yoqqan yamg'u, osmondan yoqqan bu Qur'oni Karim bo'lgandan keyin, yamg'u o'xshatilgandan keyin, buningdagi guldirma ovoz, ya'ni zulmat, qorong'ulik nimaga o'xshatilgan? Shu Qur'oni Karimdagi kufrning zikriga o'xshatilgan. Buningdagi guldirma ovozi shu kufrga berilgan va tahdidga o'xshatilgan. Buningdagi chaqmoq shu kufrning xatoligi, İslam dinidagi haq dinning to'g'riligi haqidagi nimaga o'xshatilgan? Keskin delillarga, chaqnoq, yo'riq delillarga o'xshatilgan, dag'dam nurliq delillarga. Ularniki guldirma ovozini qo'rqib, quloqlariga barmoqlarini tiqib olishi bo'lsa, Qur'oni Karimni zo'la anglamasga, Qur'oni Karimni o'qilsa, uyda anglamay o'tib ketish qo'rqib. Munofiqlarniki Qur'oni Karimni anglab salsa, qalbi moyilab, haqiqiy yolg'on musulmon bo'lmay, jin musulmon bo'lib qolishni ansirab quloqlari yetayotgan. Endi bir qo'rqish bo'lsa, Qur'oni Karimni anglasa, navotganki Alloh taolo shu munofiqning ismlarini bir deb, munofiqning ayiblarini deb oyat chiqib qolamdiki, qo'rqib quloqlarini yetayotgan, anglamay. Ko'zam bukamiz, quloqimni anglamasa bir chata chiqmasmigi deb. Mo'jinda qo'rqinchda dakki-dukida yashaydi u munofiqlar. Davomli dakki-dukida uni yashaydi. Vallahu muhitun bil kafirin. Alloh taolo kafirlarni ilm jihatdan va qudrat jihatdan qurshab olgandir, qurshab olg'uchidir. Fala yafutunahu degan, ular Alloh taoladan qochib qutulolmaydi. Anaga ular Alloh taoladan qochib qutulolmaydi. Xo'sh, yakadu ay yaqrubu Ayetten başlatıyor. yakadu Ulan ne dedim? yakburum sen يكاد يقرب البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة كلما بسرعة أضاء tamam bir süre yağduha bir يأخذها süre بسرعة yakadu سرعة degan yani yaqrubu degan bo'ldi. Yakadu ma'nosi yaqrubu yani yaqin bo'ladi, yani tas qoladi, yaqin bo'ladi degan. Al barqu degan gap bu chaqmoq. Yaqtafu absarahum degan ularning ko'zlarini noyati tezlikda elib ketgan tas qoladi. Yani yakadul barqu yaqtafu absarahum degan yani bu chaqmoq, chaqqan bu chaqmoq ularning ko'zlarini noyati tez sur'atda bu xatafa degan gap emas, hattaf degan gap nima qurg'oy, lochin degan gap, hattaf, lochin. Bu kaptani lochin qanday tez suqida? Shunda tez suqanday ko'zini shu chaqmoq chaqqancha ko'zini suvashmi qarib qilib o'tib, ayda tez suratda ko'zini soqwa tok soqqanday suqvat qilib tas qiladi. Chaqmoq ularning ko'zlarini soqib qarib qilib o'tib tas qiladi. Ya'khuduha bisura. Kullama adaa lahum كلما يأخذها بسرعة كلما أضاء لهم مشوا كلما أضاء لهم مشوا فيه أي مشوا في فيه ضوئه
مشوا مشوا فيه فيه أي في ضوئه. مشوا فيه Yani أي kullama في adaa ضوئه lehum meşev fihi diyen yani her katım adaa lehum ulağa o çakmak çıkıp yürürse tümtelik kiçe zulmet kiçe çakmak çıkıp ulağı şu çakmakın nuruyla yürürse meşev fihi ula o çakmakın nuru da fi davihi yani o çakmakın nuru da ne mi kılvaldı meni valıdı ve izâ azlama وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا تمثيل للإزعاج ما ve في القرآن من vakafu ve izâ azlama aleyhim kamu diyen kaçan ki ulağa yani çakmak çıkıp çakmak çakkanda yürü kulap bütün telik zulmet kiçe unga çakmak to'xtagandan keyin qarang bo'lib qolsa qamu degan to'xtab turdi mahammay to'xtab turdi yani yoqab jamtimizga va katta kuchuk jamtimizga deb qo'qab to'xtab turdi vaqafu degan to'xtab turdi tamsilun تمثيل لإزعاج ما في القرآن من حجج minel قلوبهم minel وتصديقهم minel hicaci من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا semi'u fihi فيه مما yuhibbuna يحبون أو مما يحبون ووقوفهم ev vukufuhum عما amma يكرهون. yekrahun yani hamda biz avtun degan temsil degan nima alaqa tashbih bir qancha usul bo'ladi biri tashbih mufassal yana bir tashbih mujmal yana bir tashbih baligh yana bir nima deganim tashbih temsili degan ma ishonilma ما merdagi تمثيلي ma tashbihni temsil deb pagan ma merdami shu temsil davati deyna temsil degani yani bu tashbih temsili yani bu temsil bu teşbihni qanday jihatni o'qishni bu yerga bizga vajh shabah da'vatidir. Ya'ni bu yerga vajh shabah bo'lsa, ya'ni bu munofiqlarning holi bilan bu nimalarning bu nimalarga bu shu yomg'irda qolgan odamlarniki holini o'xshashlik tarafi yana bo'lsa, yana yuqoridagiga davomi ham davom bo'lsa, qanday jihat o'xshaydi desa, tamsilun li iz'aji ma fil Qur'ani min al hijaji qulubahum. Yani Kur'an-ı Kerim'deki hüccetlerinin, keskin delillerinin ulanın kalplerini qattiq bir aram qılğanlıqqa oxşaydı. Yani ulanınki şu yakadul barq u çaqmaq yani Kur'an-ı Kerim'deki çaqmaqni Kur'an-ı Kerim'nin keskin delilleri oxşattık ko. Yoki çaqmaq Kur'an-ı Kerim'nin keskin delillerini çaqmaq oxşattık şundama. Yani bula Kur'an-ı Kerim'nin keskin delillerinden qattiq qalblari bir aram bulab qo'rqib bir aram bulab ketganligiga. Bularniki chaqmoq chaqqanda, chaqmoq ko'zlarini qarg'u qilayotgani tas qolganligi, ularning ko'zlarini qarg'u qilayotgani tas qolganligi, ularniki Qur'oni Karimniki nimiz keskin delillari ularni qattiq bir aram qilganligiga simvol qilingan. Va tasdiquhum hamda lamma sami'u fihi mimma yuhibbun. Bu chaqmoq chaqqanda chaqmoqning nuri menga vog'ini bo'lsa, ular Qur'oni Karimda o'zi yaxshi ko'radigan narsani anglaganda, Qur'oni Karimga tasdiq qilib ishonishi. O'zi yaxshi ko'radigan, o'ziga foydali gapni anglaganda Qur'oni Karimga ishonishi chaqmoqning nurida menga vog'ini o'xshatilgan. Ularniki va vuqufum amma yakrahun degan Qur'oni Karimda yomon ko'radigan, o'zi ularga yoqmaydigan oyatlarni yoqmaydigan oyatlarni ko'rganda to'xtab turish, uni amal qilmay to'xtab turib olishi nimaga o'xshatilgan?